Shuhrat aka, siz uchun maxsus taklif bilan keldim. Qarang, uyingizdan chiqishingizga yon atrofingizda hamma inson uchun kerakli infratuzilma bor bo'ladi. Mazza qilib oilangiz bilan yashaysiz. Xayolingizdan, tasavvuringizdan o'tdimi shunday holat? Shu xayolni endi reallikka o'tkazamiz. Umumiy maydoni 80 ga 30 kvadrat metr. Kvartira o'rta podyezdda joylashgan bo'lib, qishda issiqni yaxshi ushlab turadi, yozda esa havosi salqin bo'ladi. Kvartira 3 xonali, planirovkasi oilaviy yashash uchun juda qulay. Sanuzil bitta, balkoni ham bor. Remont holati korobka. Siz bu yerni neoklassika qilasizmi, yevro remont qilasizmi, o'zbekona turkiy xonadon qilasizmi? Fantaziyangizga nima kelsa, barchasini amalga oshirish imkoniyati bor. Bu tayyor remontli uylarga nisbatan ancha foydali variant hisoblanadi. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya to'liq mavjud. Uy joylashgan majmua barcha qulayliklar bilan ta'minlangan. Podyezdlarga parol bilan ochiladigan eshiklar o'rnatilgan. Bu xavfsizlikni oshiradi albatta. Avtomobil uchun esa parkovkalari ham bor. Atrof infratuzilmasi ham juda rivojlangan. Maktab, bog'cha, do'konlar, savdo markazlari, tez yordam, klinika va o'quv markazlari bir qadam masofada. Narxini esa 1 kvadrat metriga $470 deyishyapti. Yana ozgina kelishtirib berishadi ekan. Manzil Qo'qon shahar, Abu Tayyib Huqandiy ko'chasi 19-A uy. Orzuyingizni ko'rib bo'ldingizmi? Endi shartta ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqib, uyni o'zingizniki qiling. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga yoqdi. Shundoq shu joyni kimga ilinsangiz hammaga videoni ulashib qo'ying.